Qaylan Mirzayet bugun yangi mol kepti, ichimni sıkmaysan berib, menga molni sanab elib ol. Men miyada bo'lgandan men Urumchilikma bolaning tarbiyalashini qiplamay yerib charchabsan, mushinchilik chiqamas qatmamsa. Unda qimmoqayla pul desa bek olsa adamda ichimni sıkmay hozir chiqaman. Men molni sanqini elib menga javobini ber. Hada yaxshimi? Yaxshi. Alam Sen bunda kichiklab o'tib ketdingiz. O'tib ketibsiz reyslar. Qancha kilo tushib ketibsiz? Hozir chiqib hisob 7-8 kilojman. Burnilikqa qavziya sevarman, balki ig'irliqim eshib, chiqib o'zim bo'lgan ishonchim yo'qqa shunday olib ketgan. Yaqinda ish ketdim. Ilqi, maslahat qachon oshkorlaymiz hamda. Bugun oshkorlarda eləyətqan bulabdı. Bizningki qaranglar balamiz qavziyat qarta bir maslahat ishlab chiqargan. Hozir 90% odamda bor ekan bu qavziyatchi. Har qanday ig'ir qavziyatlarga men jang e'lon qilaman. Onundan başqa bu ko'nglingizni ilishtirmaydi, ishchingizni suymaydi, onundan başqa yaram qavatmaydi-ku sizni. Shunga ma'ninkilik nihoyat rohat holatda ishchingizni keltirib berdi. Onundan başqa hozir to'rlarda qavziyat masalasi setayotganlar pek chiqmay, uni yeb baqan, buni yeb baqan, unum qilmagan deganlar qo'rqmay keling. Onundan başqa hamda nurg'ulg'anlar qavziyat masalatingiz qancha bo'ldi deb so'raydi. Bizningki 136 talchi tablet chiqadi-jumi? 2 oydan ortiq vaqt iste'mol qilsanglar yetadi. Asli ba'zi 99 qo'ydi. Bugun seri qarig'iga 78 qo'yga isib qo'ydim. Unda olsa shuningda ilib foydalanasanglar bo'ladi. Ajab yaxshi bo'ldi. Men seri qarog'im eslaydi. Mendan boshqa kichik bolalar yeyishkichi. Kichik bolalar yeyishkin bo'ldi-jumi? Kichik bolalar bir tal yeyishki bo'ladi. Uningdan boshqa men dedim-ku, har qanday qaziyat bo'lishdan qat'iy nazar shunda rohat keltirdi. Ish qilib bu angishlarni nimda bururoq uchratmagan dema deb pushaymon qilib ketsin. Aslamjimi.